Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Bugun Corel Drive o'quv kursimiz bo'yicha davom etadi darsimiz 30-mavzu. Bugun mana bu obyektni deymiz, mana shu logoni chizishni o'rganamiz. Buning uchun nima qilamiz? Mana bu yerda bunga uголni bitta bosamiz. Ko'rsatiramiz ana. Olamiz deganini chizib. Keyin bunday bosamiz bir marta. Keyin Ctrl C, Ctrl V. Buni bitta bosib qo'yamiz. Iloji so'z ko'tarakda. Rasmiy kichikroq qo'yib oldik. Endi razmerni kichaytirib o'zimiz uchun. Misol udumliroq keyin Ctrl C, Ctrl V shu turishda ushlab turib qo'yib yuboramiz. Joyiga tushdi degan bittaman. Keyin mana bu yerga kirasiz. Buni ichida udalить virtual degan turibdi. Buni bitta bosasiz, buni bitta bosasiz. Keyin bunga bitta bosasiz. Bunga bitta bosgandan keyin buni ko'rsatirib aylantirib olamiz. Bunday qilib, aylantirib oldik. Endi qiladigan ishimiz mana bu yerga kiramiz. Sirkasi bosib integratsiya tarifga tushamiz. Bitta bosamiz, bitta bunga bosamiz, qaraytirib olamiz. Yana bunga bosamiz, buni olib qo'yamiz. Buni nima deydi? O'chirib tashlaymiz. Ko'rsatiramiz, delete knopkasini bosamiz. O'rtaroq olib kelib olamiz. Keyin qiladigan ishimiz o'rtaroq qaraytirib olgandan keyin mana bu yerga kiramiz. Bu yerga konturni tanlab olamiz. Tashqariga ozgina chiqaramiz. Mana shunday bo'lsa ham balki bitta sariqni olib kelib mana shunday joyga bitib qo'yib yuboramiz. Hozir bo'lmadi. Ko'paytiramiz, bo'lmasa tushunarliroq bo'lishi uchun qildik. Keyin sariqni olib kelamiz-da rangda. Bitta qo'yib yuborsam sariq bo'lib qoldi. Keyin bunga bitta bosamiz, sichqonchaning tugmasi. Mana razday yozib qo'yibdi, razdaynit kontur. Bitta bosamiz. Bitta bosib, yana bitta belgilaymiz. Obyektga kirib, obyektdan gruppadan mana ga o'tamiz. Keyin bitta bosamiz. Mana bu narsani mana pastroq qilib kelamiz. Keyin Ctrl C, Ctrl V qilamiz. Aylantirib chiqamiz. Qo'yib chiqamiz. Ko'ryapsizmi? Yana Ctrl C, Ctrl V. Yana aylantirib chiqamiz. Shunday. Ctrl C, Ctrl V. Yana aylantiramiz. Mana bu liniyalarga to'g'rilayapman. Mana sariq liniyasiga shunga to'g'rilayapman. Yana Ctrl C, Ctrl V. Shunday bo'lsa ham bo'laman, aytdim chiqarsa bo'ladi. Mana Ctrl C, Ctrl V. O'xshab beramiz. Bosib qo'yamiz. To'g'rilab olamiz o'zimizning vaqtda. Xuddi shunday bo'ladi hozir. Endi joyda turibdi. Endi nima qilamiz o'rtalab? Yana sirkaga bitta bosamiz, bunga bitta bosib, bunday qilib, masalan, yaqinroq kelamiz. Keyin mana unga bitta bosamiz. O'sha. Endi sal yaqinroq kelib, sariq uchiga bitta bosib, sariqlarni o'chirib tashlaymiz. Joystick bilan o'ynayapman, sichqonchani joystickga borib, shu bilan qilyapman bu ishni. Sariq uchiga bosyapman. Joyiga tushdi. Endi buni mana bunga o'xshab hozir tirsagan bosamiz, bunday qilib sal kichraytirib olaylik-da. Hajmini bunday olib kelmay yaqinroq tushuntirib. Endi nima qilasiz? Qarang, mana bu yerga kirasiz yana. Interaktiv zalivga o'zini bosib, o'sha masalan rang berib chiqasiz. Farqi yo'q, muammo emas rang berish. Qizib beraverasiz, qaysi rang ma'qul kelsa. Endi tushuntirishim bosib ketyapman mana. Bunda bosasiz. Shift ushlab turib bunday kichraytirib olamiz. Masalan, olim bunday qilgach, bitta o'ng tugmani qo'yib yuboramiz. Bo'ldi. Xuddi shunday bo'ldi. Xohlasangiz ko'rsatirib, kattaroq qilib beraman. Mana. Salkam masalan o'zidek bo'ldi. Endi ranglar faqat joylashuv farq qilsa, mana shunday chiziladi.
Shuning bilan o'rtoqlar, bugungi mana bu kichkinagina mavzumiz tugadi. Keyingi darsda ko'rishguncha xayr.